Dostlar, tagı bir RF3 keldi. Mınдай бежевый salonda. 2001-yıl çıkarılgan, gaz yok, taza benzin, объем 2 dostlar. Bağısını aytayın. 640 mingga koyuldu. 640 ming daha kemi bulur. Karabka dostlar saat da işte turadi. Mashina karabka motorlari yaxshi deydi. Bo'lganda o'sha arqa bamperini jasab qo'yish kerak ekan. Qolgan joqlari yaxshi deydi. Döngölekler zimliydi. O'sha arqa bamperi bilan qanday sarapinasi bor ekan. Laboyi bütün, sınık trashinasi yo'q. Обмен yo'llar qaralmay, только наличкаga dostlar. Kimga qiziq bo'lsa, dokument chog'ida atar. Daveriniz жазып beradi. Так. Keyingiratlarda bo'limiz bor ekan. Так, döngölekler to'rtta-to'rtta zimli ekan. Buna dostlar ulaşıya. Mana shu yerlarni jasab qo'yish kerak. Bo'ldi. 2001 2 объемda. Bağız qanchaga qo'yding? 640 ming. 640 mingga qo'yildi dostlar. So'lbalashuv yo'llari bo'ladi. Batkendan ko'rasizlar mashinani. Так, байланыш номерлерін жаза аласың. 0777 07 52 14 номеріне байланыш аласыз. 777 07 52 14 Баткенден көресіздер машинаны. Только наличкаға сөйлесесіздер достар. Обмен жолдары жоқ дейді, ақша керек екен.